TKT nima va kimlar uchun? Teaching knowledge test, ya'ni ustozlarni pedagogik mahoratini xalqaro tarzda Cambridge tomonidan aniqlovchi test. Bu odatda 3 ta modulda amalga oshiriladi. Har bir modul 80 tadan test iborat va 1 soat 20 daqiqa, ya'ni 80 minut vaqt beriladi. Nima uchun ko'plar ustozlar modul 2 dan yiqilishadi? Turlicha sabab keltirish mumkin. Dastlabki sabab modul 1 savollarini ishlayotgan paytlarda faqatgina kalit so'zlarga e'tibor berib, ikkinchi modulda ham aynan shu strategiyani qo'llayotganlar. Ya'ni test plus feedback, ya'ni umuman olganda test jarayonini tahlil qilib, uni mazmunini anglamaslik mana shunaqa muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'ladi. TKT sertifikati xalqaro sertifikati deb tan olinadimi? Yuqorida aytib o'tganimdek, TKT Teaching Knowledge Test Cambridge Assessment tomonidan tashkil etilgan imtihon bo'lib, imtihonning har bir jarayoni xalqaro standartlarga muvofiq va mos tarzda amalga oshiriladi. TKT nefamate qanday? TKT 3 moduldan iborat. Har bitta modul multiple choice yoki matching savollardan iborat va bu savollarga mos harflarni belgilash orqali va imtihon so'ngida ishlagan javoblarini titrga ko'chish orqali, demak, taqdim etiladigan imtihon turi. TKTda qancha savol bor va qancha topsam ota olaman? Odatda bu savolning qiyinligi yoki osonligiga qarab, o'rtacha, demak, ustozlarni mana shu Band 3 hamda Band 4 uchun, ya'ni C1 ga tenglashtirilgan sertifikatga ega bo'lishlari uchun 44-45 ta minimum va men shaxsiy tavsiyam 50 ta, 80 tadan 50 ta ko'p demak ishlashsa ustozlar mana shu muvaffaqiyat uchun, demak, asos bo'la oladi. Ustozlar TKT bilimlarini olish uchun eng yaxshi payt qachon? Bu savolga individual xususiyatni yoki ustozlarning talabini hisobga olib javob bergan ma'qul. Men doim takrorlaydigan bir so'zim bor, shu joyda aytaman endi, sahnada bo'lsa-da. O'zi ustozlar ikkita bola, bitta katta boladan ortib, yana professional rivojlanish uchun vaqt ajratgani o'zi alohida tasanno, ya'ni tahsinga loyiq. Men aytardim ustozlarga, demak, hamma uxlaganda o'qish, bu degani erta tongda o'qish, hamma dam olayotgan paytda o'qish, demak, ovqat tayyorlab turib, mana shu ovqatga suvni quyib qo'ygach o'qish. Qayerda 15 daqiqa vaqti bo'lsa, ana shu takrorlash, demak, mana shu TKT modullar bo'yicha butkul tayyorgarlik uchun imkon yaratadi. Bu demoqchimanki, qachon imkon bo'lsa, ana shu paytda o'qish ustozlar uchun eng yaxshi mahal. TKT yangi oydan boshlayman degan ustozlarga nima deysiz? Yaqinda bir hikmatli so'z o'qib qoldim. Daraxt ekish uchun eng yaxshi vaqt 20 yil avval edi. Ikkinchi zo'r mahal bu hozir. Ya'ni ustozlarimiz mana hozir yoz oylarida turishibdi. Demak, maktab mas'uliyatidan qaysidir qismda demak, mana shu kasbiy faoliyatdan biroz bo'lsa-da chetlashgan. Demak, TKT o'rganishni eng yaxshi vaqti aynan hozir. Agar hozir men TKT o'rganmoqchi bo'lsam, ingliz tili darajam qanaqa bo'lishi kerak? Odatda o'qib tushuna olgan inson, demak, TKT sertifikatlarini olishga qodir. Faqatgina pedagogik tajribasi va albatta mana shu kasbiy ko'nikmalarini amaliyotga tatbiq eta olsa. Bu degani, demak, B1 yoki B1+. TKT qaysi ustozlardan o'rgansam bo'ladi? Bu endi reklama emas. Albatta, TKT sohasida ancha yildan beri faoliyat ko'rsatayotgan ustozlar bor. Shu qatorda men tanigan, bilgan eng yaqinlarimdan biri Bekzod aka Mo'ydinov, Ziroat Qurbonova va albatta mana shu joyda Sherali Shokirov va albatta demak, Amina Jaldin Qosimov. Demak, ham offline, ham online tarzda mana shu TKT bo'yicha master class darslarni berib kelishayotgan. Va ustozlarga aytadigan qaysidir qismda bu yerda shaxsiy tavsiyam, hamma ustozni o'zining qahramoni bor. Ya'ni dars berayotgan ustozning ovozi, tembri, hayotiy misollari, ana shu ustozning hayotiga ozgina bog'lansa, demak, ustozlar o'rganishni boshlashadi. Men baralla aytardim, siz tanlang ustozni. Yana sizni qiziqtirgan savollar bormi? Izohlarda kutamiz. Va albatta javoblarni 5-iyul sanasida tashkil etilayotgan TKT bo'yicha barcha savollarga javob beramiz vebinarida. Demak, sizni qiziqtirgan savollaringizga javob beramiz. Aytgancha, ovsin, qaynaka, eng yaqinlarni taklif qilish esdan chiqmasin.